Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari. Mana bizni kuzatib turgan sizlaring. Mana hozir Bishkek shahrida qorni hajmiga e'tibor berib qo'yasizlar do'stlar. Qorni yoqqanligiga. Juda katta qor yog'di mana. Mashinalar ko'mib qolgan. Ko'rib turganingizdek do'stlar. Bir kechada yoqqan qor bu. Bir kechada mana uni bordirga qarasalar ham bilinadi, bordirda qalin qorda. Havo minus 6-7 ko'rsatyapti, lekin bundan balandga ham o'xshaydi havo darajasi. Lekin men tashqaridan o'zim video syomka qilyapman. Bu shundan ma'lum o'zim his qilyapman-da, ya'ni havoni yaxshigina his qilyapman. Kechasi bilan qor yog'di to'xtamasdan, kecha kech payt boshlagandi. Kechki payt soat 6:30larda 6larda boshlagandi adashmasam. Bizlar ko'rib turganlaringdek kanalda yangi bo'lsalaring podpisatsiya bo'lib do'stlar, deb like-chilarni otib qo'yamiz do'stlarim.